Assalomu alaykum do'stlar. Sog'ommisizlar? Rossiyadagilar, O'zbekistondagilar. Mana bugun 15-yanvar 2026-yil. Biz esa ishni boshladik Rossiyada. Barcha bayramlar o'tdi, endi ishlashimiz kerak. Xullas kalom, bugun qiladigan ishimiz mana shu stolbada mana kamera turibdi. Mana shu kameraga kabel olib kelishimiz kerak. Mana shu turba turibdi-yu. O'sha turbani, mana shu turbani tagida plastmassa nima bor? Kolodis bor. O'sha kolodisga shu yerda derevni, ya'ni qishloq. 5 kilometr. Hozir sekin piyoda yurib keldim. Mana shu yerdan boshlab mana bu qorni tozalab borishim kerak. Demak 5 kilometr mana shu kameraga biz kabel olib kelishimiz kerak. Optika kabel tortib kelishimiz kerak. Mana aytganimdek, stolbaga kovlab keldim. Mana bu kamerani kabeli. Mana shu ikkita kamerani ikki tomonga qaraganda mana shu yerdan bitta gofra, mana bu gofrani ichidan ikkalasini olib ketishim kerak. Mana katta qizil gofra kelgan. Ko'rinyapti, qizil gofra. O'sha gofrani ichidan yerda tagi bilan mana bu yerga kelganda mana shu yerda tutashuv joyi bor. Hozir o'shani topib ochaman men. Va nihoyat mana kolodisimizga yaqinlashib qoldim. Mana shunday qorlarda kelyapman. Plastmassa kolodis. Hozir buni ichini ochaman men. Mana do'stlar, kovlab keldim. Demak, plastmassa kolodis mana shunday. Mana ikkita ko'ryapsizlar, truba. Mana buni ichidan endi mana yelkasi bor. 300 metr. Hozir ertaga ham endi boshlayman bu kabelni tortishda. Mana bu yerdan boya ko'rsatgan qizil gofraga bu yerdan ikkinchi kabelni olib kelib kameranikini o'rnataman. Dalshi davom etamiz. Bittasini ochdim. Shunday rezvali yopiladi. Endi ketdim, ikkinchi nimaga o'taman. Qor juda qalin. Sekin bugun yana bir kun, 2 kun ishlayman, shu bilan yana dam olaman. Shanbozor dam. Qolganini dushanba kundan davom ettiraman. Demak do'stlar, sekin endi rostini aytsam qaytsam ham bo'ladi. Bepoyon dala. Soatimiz ham o'sha obeddan o'tib ketdi, endi sekingina uyga qaytamiz. Do'stlar, sog' bo'lingizlar, barchangizga rahmat. Like bosib, kommentariy yozib, podpiska bo'lishni unutmang. Sog' bo'lingizlar do'stlar.